Sharq Turkiston sürgünlük hükümetining buzg'unchilar haqidagi bayonoti. 2011-yili 4-oyning 13-kuni. Amerika Qo'shma Shtatlari, Washington. Rahmanir-Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. 1933-yili va 1944-yillari yüz minglarcha xalqimizning qurban berishi natijasida yurtimizning Qashqar va G'ulji viloyatlarida orqa-orqadan Sharqi Turkiston Cumhuriyatlari qurilgan bo'lib, bu mustaqil cumhuriyatlarning har ikkilisi Ruslarning o'zlarining davlat manfaatini ko'zlagan holda Sharqi Turkiston xalqiga qarshi bosqinchi Xitoylarni desteklashidan uzoq yasholmasdan mag'lub bo'ldi. Bu yerda Ruslarning ko'zlamoqda bo'lgan davlat manfaati bo'lsa, o'zlarining G'arbiy Turkistondagi mustamlika tuproqlaridan ayrilib qolmaslik bo'lib, Ruslarning nazarida agar ular Xitoylarni desteklab bu mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyatlarini tamamen yo'q etmagan taqdirda o'zlarining ostidagi G'arbiy Turkiston xalqlari xuddi Sharqi Turkistondagi o'zlarining qarindoshlariga o'xshash mustaqil davlat qurib yoki mustaqil jumhuriyatlar e'lon qilib, o'zlarining bular ustidan elib bormoqda bo'lgan hukmronligidan iborat bo'yinturg'idan ajrab tikitish ehtimolligidir. G'arbiy va Sharqi Turkistondan iborat butun Turkiston xalqini davomli o'zlarining qulluq zanjiri ostida tutib turish uchun Rus va Xitoydan iborat ikki bosqinchi butun kuchi bilan bir-birini destekladi. Hatto Rus kommunist imperatorligining yiqilishi bilan G'arbiy Turkiston xalqi o'z mustaqilligiga erishgan taqdirda ham yanada bu ikki tarixiy bulangchi cho'pqatlar hozirgacha bir-birini desteklab kelmoqda. Bu ikkisining ijodiyati bo'lgan atalmış Shanxay birligi aniq namoyandasidir. Bular bu desteklerini o'zining har xil suiqasd va birlashma terrorlik vositalari bilan amalga oshirib kelmoqda bo'lib, uning ichidagi eng unumligi shuki, bu bosqinchilar Turkiston xalqi ichidan imonisiz, irodasi ojiz, dinsiz yoki materializmchi, fasiq va qo'rqanchoqlarni undaqlarni topolmasa tarbiyalab yetishtirib chiqib, xuddi hozir Xitoylar yurt ichidan olqib o'tib, hatto yurt teshida hech namoz qilmasdan atalmış mustaqillikni qat'iy tilga olmaslik shart asosida Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalab yetishtirayotgandek. Bularning qo'llari bilan ancha qiynalmayla mazlum xalqimizning qinini sho'rab, o'zlarining xalqimiz ustidagi hukmronligini sudrab kelmoqda. Yig'ib aytganda, Rus va Xitoydan iborat bu bir juft tajovuzchilar o'zlari bilan yaqindan hamkorlashgan holda do'ppisini olib kel desa, kallasini kesib keladigan fasiq va osiy kishilar orqali Sharqi Turkistondagi zo'ravonlik, talon-taroj va qirg'inchiliklarni o'zining yig'ida, o'zining go'shini qo'rish usuli bilan ancha qiylanmayla yurgizish orqali mazlum xalqimizning qonini ichib keldi. Xitoy tajovuzchilari bo'lsa, har qaysi davlatlarda o'zlari uchun ishlaydigan qo'rchoq kadrlarni tarbiyalab chiqib, vatanimiz ichida va chet ellarda xizmatga selib, ularni xalqarodagi adolatparvar kuchlarning va Xitoy bilan dushman bo'lgan davlat va millatlarning Sharqi Turkiston mazlum xalqiga bo'lgan istoshliklari va qilg'usi yordamlarga to'sqinlik qilish, saxta vakil shakllantirib
chet elliklar beradigan yordamlarning xalqimizga yoki xalqimizning haqiqiy vakillariga emas, balki osh saxta vakillariga berilishga kapolatlik qilish uchun dushman doim harakat qilib kelmoqda. Türkistonliklarning azaliy va abadiy ana vatanidir. Qat'iy kesib aytamizki, bu tuproqlarning büyük bir parçası bo'lgan Sharqiy Turkiston asla emasdir. Yuqorida izhor qilingandek, tarixiy ziyonkashliklar sababidan 1949-yildan ta 2004-yilgacha bo'lgan taxminan yarim asrlik muddat ichida Sharqiy Turkiston xalqi o'z hukumatidan ayrilib kelib, vatan ichida tajovuzchi kofir Xitoyning botil va zolim hukmronligi ostida zulm chekkan bo'lsa, chet ellarda bo'lsa, sarson bo'lib surgunda bo'lsin bir hukumat qurib chiqishga qodir bo'lolmay, parchalanib, o'rtaq nishon va g'oyalarni yo'qotgan holda xon vayronchilik ichida ijratdagi hayotlarini sürdürdi. Meyli Suudi Arabistonda bo'lsin, meyli G'arbiy Turkistondagi davlatlarda bo'lsin, meyli Turkiyada bo'lsin, meyli Hindistonda bo'lsin, Sharqiy Turkiston muhojirlari yoki ko'chmanlari bir surgundagi hukumat qurolmadi yoki ashu davlatlar Xitoydan qo'rqib yoki Xitoyga yaxshi ko'rinish uchun surgundagi bir hukumat qurishga ruxsat bermadi. Ulug' Allohning taqdiri bilan 2004-yili 9 Xitoyning eng chong dushmani bo'lmagan taqdirda ham hozirgi vaziyatda militariy va iqtisodiy jihatlardan Xitoyning xalqarodagi birdan-bir raqobatchisi sanalgan Amerika Qo'shma Shtatlarning ya'ni Anvar Yusuf Turani boshchiligidagi bir qism Sharqiy Turkistonlik muhojirlar va ko'chmanlarning Amerikaga to'planib bir surgundagi hukumat qurib chiqishimizga ruxsat qilishi bilan yuqorida izhor qilingan ikki qatimliq jumhuriyatlarimizning hur dunyodagi izbosari va vakolatchisi sifatida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgundagi hukumatini qurib chiqdik. Buningdan tajovuzchi, qotil, zo'ravon, terrorchilar guruhi bo'lgan pastkash Xitoy hokimiyati shundaqla uning bizga qarshi hur dunyoga chiqargan g'olchilari bo'lgan milliy munofiq vatan xoinlari bek aloqazodi bo'lib ketdi. Masalan, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini emas, Xitoy hukmronligini shart qilgan demokratiya yo'liga minishni G'arb davlatlari oz to'la inson haqlarini Xitoylardan tama qilib, ozroq moddiy yordamga erishgan tashkilotlar va ularning rahbarlari butun kuchi bilan surgundi hukumat qurilishiga qarshi turdi. Bu milliy munofiq va sotqinlarning kimliklari va shumliq qilmishlari haqida xalqimizga va butun dunyo jamoatchiligiga yetarli ma'lumot berib o'tgan bo'lg'achqa, ya'ni bundan avval bu yerda bu vaqtda to'xtalmaymiz. Surgun harbisida har qaysi davlatlardagi muhojir va ko'chmanlarga, Uyg'ur tashkilotlari va Sharqiy Turkiston tashkilotlariga hukumatga qatnashishi to'g'risida taklifnoma yuborildi. Ömrüde davlat qurishni tasavvur qilib bakmagan ve her xil davlatlarning qonun tuzumlari ostida cheklik faoliyat elib barmoqda bo'lgan ommaviy tashkilotlar
bu ishni anqirolmadi va udiqib ketdi. Bu tarixiy fursatni ching tutib, Washingtonda hukumat qurib chiqish uchun hukumat a'zo nomzodlarining salohiyat va iqtidorini tekshirish imkoniyati topolmadik. Natijada hukumat ichiga bir qism iqtidorsiz, insofsiz, shaxsiyatchi kishilar kirib qoldi. Lekin natijada undaq kishilarning abdibeshillari, qorniyatlari va shaxsiy manfaatlari hamda quruq shuhratlar uchun vatanini, millatni va vijdonini osonla sotalaydigan 200'lük mahiyeti oshkorlandi. Ya'ni bular mening Xitoyning besimi bilan 2005-yili 7-oyda Turkiyada hukumatimizni tunishtirishni maqsad qilgan holda ejiladigan yig'inga Turkiya chegarasidan kirgizilmasligining fursatidan foydalanib, hech qanday dalil isbotsiz ustimdan menga qarshi Xitoy va uning g'olchilari tarafidan tarqatilgan ta'tir tashviqot, bo'tnam va fitna fasodlarga tayangan holda o'zimning bosh bo'lib qurgan hukumatimdagi bosh ministerlik vazifamdan elib tashlab, Xitoyni xotirjam qilishdek haqsizlik qilmishlarining oshkorlanishidir. Bularning men qarshi sharmandalarcha elib borgan bu suiqasdlik qilmishlariga jiddiy chora tadbir ko'rgan holda 2005-yili 7-oyning 28-kuni bosh minister, ya'ni hukumatning bosh ministri bo'lish bilan men Anvar Yusuf Turani, peshqadam materializmchi Ahmet Egamberdi, Sultan Mahmud Qashqari, Xizirbek G'ayratulloh, İsmail Cengiz, Damiyan Rahmet qatorliq buzg'unchilarni hukumatdan qo'g'landiq qilganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning fitna fasodlaridan zaharlangan holda haq bilan nohaqni farq etish iqtidoridan ayrilib, qaymoqqan bir qism yurtdoshlarimizni o'zlariga agashtirgan peshqadam kadrlar uzun yillardan beri chet ellarda ommaviy faoliyatlar va Xitoyning inson haqlarini dafsanda qilmishlarini fosh qilib kun o'tkazish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lib, hukumatdan iborat dushman bilan keskin kurash qilishni nizomnoma qilgan organdan qo'g'landi qilinishi bilan nima qilishlarini bilolmay ojizga boshladi. Avval bu kadrlar mas'uliyatsiz to'r bekatlarning haqsiz munozara maydonlariga qalaymaqan yozmalarni yezib choplab baqdi. Ondan o'zlarining qo'lidan keladigan barliq vositalar bilan hukumat qurgan zaharxandlik qilishni boshladi va undan keyin o'zlarining oila a'zolari va ijtimoiy munosabat chambaridagi imtiyozlardan foydalanib, chet elliklarni qaymoqtirib, o'zlarini xuddi Rostulloh surgun hukumatning rahbarlarida qilib ko'rsatish uchun paypitak bo'lishib ketdi. Chet elliklardagi oqko'ngil kishilardan va ba'zi nodon ko'chmanlardan ularning ko'zini bo'yab, pul elib, u yerlardagi yig'inlarga aylipiram bilan berib, mehmonxonalarda yetib, yeb ichib, sayohat qilib, Xitoy tarafidan kollektiv qatl qilinib, musibatga cho'mdirilgan xalqimizning yetim yesirlarning, tul onalarning haqqini g'oyasizlarcha yeb keldi. Ular davlat tilida ikki tog'ar samonga hujjat yozg'idek seviyaga ega emas turib va Sharqiy Turkiston davlatining qonunida millatning mol mulkiga xiyonat qilishni,
kishilarning haqqini yeyishning, boshqalarga tuhmat qilishning, boshqalarning amikini egallab olishning harom ekanligini ilm vatanni tajovuzchi kofirdan qutqizish uchun Alloh bergan pul va mol mulkini, kuch-quvvatini, barliq imkonlarini va aziz jonini berishning farzdan iborat ekanligini bilaligidek iymonga ega bo'lmay turib, rais, bosh minister yoki degandek amalga kanadek choplashib edib, oyasizlarcha millat va davlat nomini setib, siyosiy tilamchilarga aylanib, uchiq oshkora holda qit'a atlab sayohat qilib, xalqimiz va davlatimizning haqqini yedi. Chet elliklarning oldida millatimizning yuzini to'kdi. Sizda xabar yo'q, ulu jamiyatda deb ozod qilinishi uchun yüz minglarcha shahid talab qilinadigan Sharqi Turkiston davlatiga rais bo'lish, bosh ministr bo'lish va bu amallarni o'zi o'lgicha mahkam tutish, andin o'g'liga, ya'ni o'g'illariga, kuyovlarga, qizlariga, kelinlariga miros qoldirish, Xitoyga qarshi keskin kurashda bo'lgan yerlarga qat'iy bormaslik, borganlarni atmaslik. Qarang bu bag'ri qara peshqadam shaytonlar. Bular vatanimizni besib olgan tajovuzchi dushmanga qarshi jon tikib kurash qilgan muajirlarga, ularning oila talobatlariga maddi ve manevi yardım beriş, uyak tutursun, muacirlarni yaman görüş, Xitoyga karşı iriyaga ega yaxshi kishilarga tuhmat chaplash, ziyankeşlik qilish, fitna fasad tarqitib, yaxshi kishilarning izzat, obro'yiga ziyankeşlik yetkazishdek pastkeşliklarni qildi ve hozir qadar qilib kelmoqda. Biz bütün Sharqi Turkiston xalqiga va dunyoga yana bir qatim shuni jakalaymiz-ki, surgundagi hukumatimizga boshda salohiyat, iqtidor va vijdon tekshirishdan o'tkazilmay kirib qolgan, yuqorida ismlari tilga elingan, quruq shuhrat uchun yashayotgan, hech qanday bedel to'lamaydigan, iqtidorsiz inson peshqadam yurtdoshlardan Ahmet Egenbadi, Sultan Mahmud Qashqari, Xizirbek Xayritulloh, Demiyan Rahmat va İsmail Cengiz qatorliq 2005-yili surgundagi hukumatimizdagi barliq vazifalardan elib tashlanib, rasmiy holda qo'llandı qilinganligini dunyo jamoatchiligiga yana bir qatim eslatib o'tamiz. Bu peshqadam kadrlar yoki atalmış hukumat mansublari tarafidan har qanday yerda o'z xalqimizga yoki dunyo jamoatchiligiga bevosita va muxbirlar vasitasi bilan hukumat berilgan saxta bayonotlar yoki sunuladigan iltimoslar inovatsiz va qonunsizdir. Sharqi Turkiston surgundagi hukumati Sharqi Turkistondan tajovuzchi kofir Xitoylarni qo'llab chiqarib, Allohning irodasiga va musulmon xalqimizning irodasiga mos keladigan mustaqil davlatimizni qayta qurib chiqib, zulm ostidagi xalqimizni ozod qilish, haqqoniy jamiyat barpo qilishni tub maqsad qilgan bo'lib, bu maqsadni har qanday shaklda formulashga yo'l qo'yilmaydi.
sürgündeki hükümet her qandaq şart asida başqalarga bulupmu bütün kainatni yaratquchi Allah'ni mı inkar qiladigan qara niyatlarga o'tkazib berilmaydi. Sharqiy Turkiston tuproqlaridan tajovuzchi Xitoylarni taltukis qo'g'lab chiqarish va mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini qurib chiqish bizning tub maqsadimizdir. Mayli kommunist Xitoy bo'lsin, mayli demokrasiyachi Xitoylar bo'lsin, hatto farishta Xitoylar bo'lsin, davlatimizda har qanday shakldagi botil hokimiyat yurgizishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Xitoy tajovuzchilari va ularning vatanimizni davomli mustamlika qilib turaverish uchun har bahona sabablar orqali xizmat qilayotgan ochko'z, imonsiz yurtdoshlarga qarshi kurash qilamiz. Mustaqillik uchun foydali bo'lgan har qanday kuchlar bilan ittifoq tuzamiz. Sharqiy Turkiston davlatining mustaqilligidan, dinining islom bo'lishidan voz kechib qilgan har qanday yordamni qat'iy qabul qilmaymiz. Sharqiy Turkiston surgundagi hukumati Sharqiy Turkiston xalqi e'tiqod qiladigan islom diniga e'tiqod qilmaydigan, xalqimizning din, madaniyat, til, yoziq, axloq o'lchamlarini bilmaydigan har qanday kishini rais, bosh minister, minister yoki boshqa vazifalarga tayin qilmaydi. Son to'shqizish bizga iqtidorsiz, vijdonsiz, insofsiz kishilar va Xitoyparast kishilar qabul qilinmaydi. Hukumatimiz peshqadamlar, kadrlar sentriyasi emas. Belki melini, canini Allah rızalıq uchun vatanimiz va xalqimizni zolim Xitoylardan ozod qilish yo'lida taqdim qilaydigan yüksek derecedeki mesuliyet tuyg'usiga ega, vijdonlik, imonlik, iqtidorlik va muhojirlar o'g'il qizlardan tarkib topgan jangovar organdir. Chet ellardagi vatanimizning Xitoylardan ozod bo'lishini orzu qilgan va mustaqillik kurashiga bir kishilik hassis qo'shib, Allah oldidagi burchini ado qilishni xohlaydigan yurtdoshlarning yenimizdan o'rin olishiga tilakdoshmiz. Mular maslahatchi, yordamchi yoki kasbiy xizmatchi lozim bo'lgan ahvol ostida hukumat ishxonasi muvofiq holda ishaqqa berib xodimlarni yollab oladi yoki teklif qilib ishlatildi. Bu xil xodimlar chet ellik bo'lsa-mu bo'laverdi. Hokimiyat shartsiz Allohnindir. Hukumatimiz bu omonatni Allohni tonimaydigan va Allohdan qo'rqmaydigan kishilarga topshirishni jinoyat hisoblaydi. Sharqiy Turkiston surgundagi hukumat organi Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib, boshqa davlat va rayonlardagi saxtipazlarning hukumatimiz nomidan o'z xalqimizga shundaqla dunyo jamoatchiligiga bergan ma'lumot yoki bayonotlari inovatsiz va qonunsizdir. Hukumatimizning resmiy to'r bekitida 2004-yili 11-ayda Washingtonda chaqirilgan asos qonunni e'lon qilish yig'inida butun dunyoga jakolangan to'r beti